Nega ayrim davlatlarda hech kim chiqindini axlat qutisidan tashqariga tashlamaydi, boshqalarda esa bu hanuz oddiy hol hisoblanadi? Ko'pchilik Yaponiya doim shunday ozoda bo'lgan deb o'ylaydi. Ammo bir necha 10 yil oldin u yerda ham xuddi shunday muammolar bo'lgan. Odamlar ko'chalarga axlat va sigaret qoldiqlarini tashlashgan. Velosiped, skuter va samokatlarni esa duch kelgan joyga qoldirishgan. Ammo bu muammo faqat jarimalar bilan hal qilinmagan. Yaponiya Chunayka tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu mahalla aholisi birlashib, hudud tozaligini saqlaydigan, umumiy hasharlar o'tkazadigan va mas'uliyat madaniyatini shakllantiradigan jamoalardir. Shu bilan birga, davlat ham nazoratni kuchaytirgan. Ko'chaga tashlangan sigaret qoldig'i yoki axlat uchun 20 ming yengacha jarima joriy etilgan. Noto'g'ri joyga qoldirilgan skuter va samokatlar esa evakuatsiya qilinib, egalariga jarima solingan. Bundan tashqari gomi-bumbetsu madaniyati shakllangan. Unda chiqindilarni saralash va jamoat joylarini asrash kundalik hayotning bir qismiga aylangan. Bugun Yaponiyaning ozoda ko'chalari, tartibli jamoat joylari va atrofdagilarga hurmat bilan munosabatda bo'lish odatiy holga aylangan. Shunga o'xshash muammolar O'zbekistonda ham bor. Biz ham ko'chalardagi chiqindilar, sigaret qoldiqlari va tartibsiz qoldirilgan samokatlarga duch kelamiz. Ammo Yaponiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, vaziyatni faqat qonun va jarimalar emas, odamlarning o'zi ham o'zgartiradi. Zero tarbiyali jamiyat har birimizning oddiy odatlarimizdan boshlanadi. Sizningcha katta o'zgarishlar nimadan boshlanadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.